Anime Land o'z kanali uchun tayyorlandi. Yolg'izlikda daraja ko'tarish 143-bob. Meni sen chaqirdingmi? O'liklar qiroli bo'lmish soyalar hukmdori. Yana bu nima bo'ldi? Seni ursam bu yana nimasi? Odamzod, odamlar, insonlar o'lishi kerak. Hammasi yo'q bo'lishi kerak. Nima? Yuqori darajadagi sehrgar tomonidan o'rnatilgan oynali devor buzildimi? Janob, qochishimiz kerak. Axir bu kamishni nafas-ku. Qochib qayerga ham borarding? Yetarli. Sehrli tosh allaqachon boshingdan olib tashlangan. Endi monarxlarning buyruqlarini bajarishga majbur emassan. Ovchi Sun Jinwo hozirgina maxluqlar tilida gapirdimi? O'zim ham ko'rganlarimga qanday tushunishni bilmayapman. Tushunarli. Demak, soyalar hukmdori seni chaqirganda shunday bo'lar ekanda. Xo'sh, shunday bo'lsa, Ajdarholar qirolining sodiq quli o'zining yangi hukmdoriga bosh egadi. Ajdarholar hukmdori? Ha, hukmdorim. Men yovvoyi Ajdarholar qiroli, Oftlar hukmdoriga xizmat qilganman. Qanchalik katta g'azab. Uni soya askari bunchalik kuchli ekanligiga ishongim kelmayapti. U men uchratgan maxluqlardan butunlay boshqacha darajada. Haqiqatdan ham aql bovar qilmaydigan mavjudot. Janob, dumini liqillatyaptimi? O'liklar qiroli bo'lmish soyalar hukmdori. Shuningdek, devlar qirolining boshlang'ich hukmdori. Demak, u tizim ko'rsatgan 9 hukmdordan birimi? Ammo siz bilan xayrlashishimga to'g'ri keladi, hukmdorim. Nima? Afsuski, biz juda ham kech uchrashdik deb qo'rqaman. Yo'q. Nahotki hayot soyalari hukmdori qudrati bilan ham bu 8 yilni chetlab o'tolsam? Tizim! Sizga abadiy xizmat qila olmaganimdan afsusdaman. Hukmdorim, monarxlardan hokimiyatni qarzga olgan 4 kishi bor. Ulardan ehtiyot bo'ling. Bir lahzaga bo'lsa ham yangi qirol bilan uchrashish men uchun sharaf. Soyani ajratib bo'lmadi. Nishon soyasi yo'qlikka qaytdi. Soyani chaqirish uchun keyingi urinishlarim befoyda. Janob White, bo'lim boshlig'iga uzurimni yetkazib qo'ysangiz, bu joyni tiklash uchun qo'limdan kelganicha yordam beraman. Xo'p. Janob Sun, nega qo'ng'iroqlarga javob bermadingiz? Ha, bir qancha vaqt aloqa yo'q joyda bo'lgandim. Demak, siz ovchi Jin Yunho bilan ko'rishdingizmi? U sizning qo'ng'iroqlaringizga javob berish uchun chiqishini aytgandi. Nima? Aytishicha, siz uni boshqarmada kutayotgan ekansiz. O'zi hozirgina o'sha yerdan keldim-ku. Nima deyapsiz? Janob Yu Jinho mehmonlar ro'yxatida yo'q. Nima? Bo'lishi mumkin emas. 2 soat oldin quzg'unlarning bitta o'chisi shaxsan o'zi kelib, unga yo'l ko'rsatishini aytgandi. Quzg'unlar rahbariyat bilan yaqin munosabatlarga ega. Ammo ular bizning nomimizdan harakat qilishi uchun huquqiga ega emas. Yaxshi, iloji boricha tezroq quzg'unlar bilan bog'lanib o'zlaridan so'rashdir. O'zimni g'alati his qilyapman. Ajin gildiyasi o'rinbosarini quzg'unlardan biri olib ketdi, deyapsizmi? Nahotki, janob Sun Jinwo bu haqida biror narsa biladimi? Yo'q, u hali bu narsadan bexabar. Janob Sun Jinwo boshqarmada bo'lganda kimdir o'zining uni ismi bilan tanishtirgan. Unda hamma narsani imkon qadar tezroq bilib olishga harakat qilamiz. Janob Sun, quzg'unlar hammasiga oydinlik kiritish haqida aytishdi. Biz faqat ularning xabarini kutishimiz qoldi. Bu meni aybim. Men rais Yu Myonxanni himoya qilish uchun soya almashinuvidan foydalandim, lekin uni Jinhoga qo'riqchilar qo'ymadim. Agar shunga o'xshash narsalar takrorlansa, tarqalinglar, izlab topinglar. Baribirga ham u shunday qilibdi-da. Huan Dosu, uni Sun Jinwo topishdan oldin topinglar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni birinchi bo'lib topishlaring shart.